Demak, dastlabki texnikamiz ZIL 130 samasval texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Balonlarning hammasi bez kamirlik 70-80% atrofida deyishyapti. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi. Ishga tayyor holatda. Narxi $11,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Ikkinchi texnikamiz ham samasval ZIL 130 markadagi texnikamiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor va korobka yaqinda remont qilingan, motor Ural motor deyishyapti. Balonlari yangi, 7 ta metan gaz balonlari bor, hujjatlar ham joyida. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa $10,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samasval ZIL 130 markadagi texnikamiz sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishga tayyor, motor korobkalar ham zo'r holatda deyishyapti. Hamma joyga kafolat beramiz, bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin deyishyapti. Narxi $17,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda yana bir samasval ZIL sotiladi. Holati juda ham ideal holatda deyishmoqda. Balonlar 90% atrofida, bez kamirlik hammasi, konditsionerlar ham bor deyishyapti. Motor korobka reduktorlari yangi, motor Ural motor, tormozlar KAMAZ sistema deyishyapti. Ishga tayyor, xarajat yo'q, hujjatlari ham bor. Narxi $10,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir samasval ZIL 130 texnikamiz sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, anchadan beri ishlatilmayotgan, uyda turibdi deyishyapti. Motor korobkalari ham yaxshi, hech qanday muammosi yo'q, hujjatlar ham bor deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $5,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa ZIL 130 benzovoz sotiladi. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobkalari ham, hadovoylar ham yaxshi, hech qanday muammosi yo'q deyishyapti. Narxi $10,000 aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir benzovoz sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, haqiqiy radnoy benzovoz deyishyapti. Ramalari butun, nasos Xitoyniki. Motor va korobkalar hammasi yangi deyishyapti. Narxi $170 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda yana bir ZIL sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor Ural motor, radiator ham Ural deyishyapti. 6 ta baloni yangi, hammasi bez kamirlik, ishga tayyor, hech qanday muammosi yo'q, hujjatlar ham bor deyishyapti. Manzil Samarqand viloyati. Narxi esa $9,500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Demak, yana bir ZIL 130 samasval sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, metan gazlari bor, motor remont bo'lgan deyishyapti. Hech qanday kamchiligi qolmagan, hamma joyi kapitan remont bo'lgan deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $120 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Navbatdagi ZIL 130 samasval texnikamiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati juda ham zo'r, 6 ta baloni yangi, hammasi bez kamirlik, gaz balonlar ham yangi, rama butun, motor moy yemaydi, radiatorlar ham Uralniki deyishyapti. Umuman hech qanday xarajat yo'q deyishyapti. Narxi $10,000 aytilishi, yana kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir ZIL sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, mashina ishga tayyor holatda, hech qanday xarajati kamchiligi qolmagan. Kuzov qismlariga ham bir qator qarab chiqilgan, ishga tayyor holatda deyishmoqda. Demak, narxi $10,500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa ZIL 131 samasval texnikamiz sotiladi. Holati yaxshi, 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka Uralniki, balonlar ham yaxshi holatda, hech qanday kamchiligi, xarajati yo'q mashinani pul zararli uchun sotilmoqda deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati. Narxi esa $16,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizda texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimizni diqqat bilan tomosha qilgan bo'lsangiz, imkon qadar yili yangi, oxirgi pokoleniya, ya'ni 1990-yildan keyin ishlab chiqarilgan texnikalarni namoyish qildik. Imkon qadar sizlarga sifatli texnikalarni ko'rsatishga, taqdim qilishga harakat qildik. Albatta mehnatimizni qadriga yetish uchun va baholab qo'yish uchun videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib ketishingizni iltimos qilib qolamiz. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.